ko'rishlar mumkin, do'konimizga abrezga zinani ustki qismi uchun komplekt yasab berganmiz Ko'ksaroydan va e'tiborimni mana bu dog' mani tortdi. Ko'rishlar mumkin. Dog' bo'lib qolgan bu ishtima emas, chunki biz bu do'konimizda abrez xohlagan paytimizda buzib tashlab, yangilab qo'ysak bo'laveradi. Lekin sizning xonadoningizda zina qismi bormi yoki padakorniklar bormi? Mana shunday dog' bo'lgandan keyin u ketmaydi. Misol uchun mana hozir artib ko'rsataman. Hech qayerga ketmaydi. Va mana bu yeriga zanglar ham tushgan, sabab tepasiga padakornik qilganmiz va ahamiyatsizlik qilib buni kraska urib yubormaganmiz. Shuni hisobiga zanglar oqishni boshlagan. Aytganimdek, bu bizga uncha muhim emas. Xohlagan paytimizda yangi qo'yib qo'yishimiz mumkin va mana bunday dog'lar esa ketmaydi bu toshdan. Mana shunday dog'larni oldini olish uchun bizda propitka bor, ya'ni gidrofob effektini beruvchi ximikat bor. Bu ximikatni urganingizdan keyin toshning ustiga yog' to'kiladimi, boshqa narsa to'kiladimi, xudo xohlasa hech nimani yuza qismiga olmaydi. Hattoki mana bunday qora dog'lar ham yoki zanglashlarni ham bu sababi bu gidrofob effektimiz o'ziga suv shimmagan qilib qo'yadi, ya'ni tosh umuman suvni shimmaydi. Nafaqat suvni, balki umuman yog' bilan boshqa bilan olmaydi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. 1 litr 20 kWga yetadi xudo xolasa. Xonadoningizni mana shunaqangi Ko'ksaroydan rangi och mahsulotlardan ishlatganmiz, ayniqsa oq bo'lsa ishlatishlarini tavsiya qilaman. Mana bunday xunuk dog'lardan yoki mana zanglashlardan oldini oladi xudo xolasa. Nalijida bor, bemalol past raqamlarimizga telefon qilishingiz mumkin. Mana shu joyga surkaganmiz, hozir ko'rasizlar effektini. Bu tarafini to'qarib ketdi, bu tarafi suv olgani yo'q. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafiga surkab qo'yganmiz shu gidrofobdan, bu tarafiga surkalmagan. Bu taraf o'zini zavodskiy rangida turibdi. Qurroq holatda, bu tarafi suv bilan mana ko'rishingiz mumkin. Aytdim-da, siz mana suv bu tarafdan yo'q. Rangi o'zgarmaydi. Xudo xolasa bemalol ishlatishingiz mumkin.